akalar, xudo xolisi Spark avtomobilimizni tayyor bo'ldi. Bu APS'li bilet bo'ladi. Под zakaz keladi. Yana bitta o'chir yoqqan bilishingni o'zini avtokalibrovka deyiladi. Ya'ni APS ishlaydi. Chapga, o'ngga chapga ketaveradi. Bu lekin zo'r narsa. Bunda ko'p qolmagan edi. Danlisini yoqqa. Danlilari ham zo'r. Narxini hozir aytib o'taman. Farani o'zini rozvet qilib berdi. Bilishingni o'chir. Mana holatda bo'ladi. Zo'r tarafi, lupani o'zini ko'rsataman. Qarang. Farani yoqqa. Qarab turinglar. Bular mashinaga qarab, hammaga ham tushirmaydi bu. Qashtor ko'planiya bo'lishi kerak va joy katta bo'lishi kerak. Yana bitta o'chirib yoqamiz. Hozir yana bir marta ko'rsataman. Bu narxi orqali $450 dan chiqadi. Bitta o'chirib yoqqan farani qarang. Nima borib qaytaradi. Bitta baho berib qo'yasizlar. Xudo xolisi tayyor bo'ldi. Kimga kerak bo'lsa kerak, lekin nima qilib qo'yasizlar.